Garaj domi birinchi etaj, bir xona, ikki xona qilingan. Yangi remont 495 million bilan baholandi. Ipotekasi bor. 23-maktab, Yangibo'zo orqasi. Kelinglar shu videoga tomosha qilamiz. Kirish qismi prixoshka. Remont qoladi. Ayollarimiz yaxshi ko'rgan bu kuxnya zonamiz. Bu kichkina bo'lsa, ikkinchi xona qilingan spalni. Spalni qo'yiladi. Bu spalga. Sanuzlarni ko'rsatamiz sizga. Sanuzlarni ko'rsatamiz. Hojatxona qismi. Azizlarim, pastda ko'rsatilgan nomerlarga telefon qiling. Bu lokatsiya zo'r joyda, etaj yaxshi, birinchi etaj, aytilgan summasidan kelishadigan joyi bu. Telefon qiling, gaplashamiz.